Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bugun Xudo xolasa ertalabdan yer haydashga keldik. O't bosgan joy. Mana haydash jarayoni Xudo xolasa 192 dizelimiz xizmatda. 3-slet sababi o'tlar ko'p, o't bosmaganligina. Anchadan beri video qo'ya olmadim, sababi o'zim haydayman. O'g'lim ishda bo'ladi. Shunga bugun o'g'lim uyda edi. Yordamlashga keldi. Bola hozir haydab bo'lgandan keyin uyga olib jarayonni ham albatta tashiymiz Xudo xolasa. O'tda yengil yurayapmiz. Uluglangan, tagi yumshoq o'zi. Faqat mana bunaqa kesak bo'lib qolgan ozgina quyosh yegan yer. Quyosh yegan ta'sirida kesak bo'lib qolgan. Sababi shuni tezroq yurib maydalash maqsad. Tagi yumshoq, ustilari kesak bo'lib qolgan. Loy paytda puluk qilingan, shu bilan qolib ketgan. O't bosib ketgan. Joylar kesak bo'lib qolgan. O'tda yana kerak bo'lsa yer yaxshi 4-sletdan yurib yuboriladi. Sen maydan yana yaqinroq yurib yuboraver. Kesaklar maydalanib tushdi. Mana bugun mashqimiz. Bir oylik hayizlikka mashqimiz. Zo'r.
hurmatli obunachilarimiz, ko'ringlar, mazza qilinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Savollar bo'lsa, telefon nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilaveringlar. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bilmagan narsalarni bizga o'rgatsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir-birimizga albatta o'rgatsak, yana ham kelajakda matablik sirlarini, ochilmagan qirralarni bilib olamiz, xudo xolasa. Hammaga omad, ko'ringlar, mazza qilinglar, olinglar, yaxshi narsa matablik. Jismonan ham ishlariga yordam bo'ladi, jismonan foydali, fiziki foydali tomonlari bor. Omad hammaga.